Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Bitta YouTube uchun narsalarni, natijalarni hozir qilib bermoqchiman. Hammasi 100% original bo'lgan krem mahsulotlari zakazlar bo'yicha Telegramdan istanglar bo'ladi qizlar. Nalichida laktofitlarimizdan bor, sarig'idan. Bilasizlar, juda ham yaxshi probiotiklar hisoblanadi ichaklar uchun. Ta'mi ham yaxshi, unaqa bemaza unaqa emas, ta'mi ham zo'r. Ta'mi uchun ham maza qilib ichasizlar buni. Ham ichaklar uchun foydali, ichakda qabziyat, diareya, dam bo'lishlari hamma narsaga yaxshi. Shunaqa muammolarga juda ham yaxshi yordam beradi. Keyin biotinlik halol kollagenlarimizdan ham bor qizlar. Bu soch tirnoqlar uchun ham juda ham foydali bo'lgan kollagenlarimizdan 1 oyligi. Narxi 100 ming so'm chiqqan. Buni skidkaga tushgan narx 100 ming so'm bu. Bu narxi 150 ming so'm. Keyin laktofitlarimizni yana qizlar bunaqa jigar faoliyati uchun ham juda ham foydali bo'lgan shunaqa qizildan ham kelgan va sahri borlar qonda qand punktorini nazorat qiluvchi yashildan ham kelgan. Ikkalasi ham zo'r narxda kelgan qizlar. 2 oylik bo'ladi bular. Narxi 150 ming so'm buni ham narxi 150 ming so'm. Keyin oqartiruvchi glyutationlarimizdan ham bor. Narxi 160 ming so'm. Ozdiriuvchi kollagenimizdan ham bor qizlar. Bu kollagen bu o'zi 1 oylik bo'ladi. Men shu kollagenimdan juda ham zo'r o'tib olyapman qizlar. 1 oyning ichida ancha ozishyapti klientlarim. 4-5 kilogacha ozishyapti mana shu 1 oylik kollagenning o'zidan. Buni o'zi 3 oygacha ham ichsanglar bo'ladi. 3 oyda anchagina olsanglar bo'ladi. Ham kollagen, ham oqartiradi, ham ozdiruvchi kollagen qizlar. Juda ham tavsiya qilaman. Keyin oqartiruvchi boto kollagenlarimizdan ham bor. Narxi 130 ming so'mdan. Xurum kollagenimizdan ham bor 2 oyligidan va 1 oyligidan ham bor. Halol sertifikati bilan chiqqan qizlar. Bemalol olsanglar bo'ladi. Ko'pchilik ikkilanadi xurumdan. Endi mana ikkilanganlar uchun mana halol sertifikati bilan chiqyapti. Keyin qizlar Manioni gidrofilli massalardan ham kelgan. Bundan ko'pchilik so'rashganda bundan kelmayotdi. Anchadan beri nalichida bor. Keyin nalichi green tomatoni gidrofilli massalardan, Pretty Skin gidrofilli massalaridan, Hemish gidrofilli balzamlaridan, Dr. Kuponi gidrofilli massalaridan, Zeroni gidrofilli nimalardan bor? Balimlaridan. Keyin Lagom gidrofilli massasidan bor. Narxi 150 ming so'm. Bu narxi ham 150 ming, bu 130 ming, bu 170 ming so'm. Sarimdan qizlar yashildan ham bor, mineral SPF. Buni bolalar ishlatsa bo'ladi, 100% mineral SPF. Ta'sirchan, yuzga juda ham yaxshi tushadi. Keyin bundan shunaqa ton beradigandan ham bor qizlar. Bu ham zo'r SPF, men o'zim ishlatganman mana shu ton beradigandan. Bundan ham o'zim kichkina ishlatib ko'rdim. Yoqdi. Mana shu ayniqsa o'ziga juda ham yoqqan yuzimga. Keyin Torrid SPFlardan ham bor qizlar. Bular ham zo'r narxda kelgan, skidkada. Nalichida bor. Velderman SPFlaridan, keyin Selmax'ning SPFlaridan bor. Keyin Boxning SPFlaridan bor 150 ming so'mdan. Bu 135 ming so'm, 135 ming so'm. Bu narxi bu 145 ming so'm Centerlaniki. Keyin Self Fusion'dan ham bor qizlarning ichida. Beauty of Choice SPFlaridan ham bor qizlar. Beauty of Choice SPFlari 130 ming so'mdan bo'ladi. Har bir kilogramda 2 xildan ham keldi yana. Bular 145 ming so'mdan ikkalasi ham. Rahatlatma SPFlardan bor 145 ming so'm. Misha SPFlardan keldi qizlar. Vegan sostavlik bo'lgan, dermatologik testlardan o'tgan SPFlardan keldi. Bunisidan va bunisidan ham keldi. Secret SPFlaridan bor. Rico Cell SPFdan bor 80 ming so'mdan. Poderinlik bundan bitta qo'ygan. Assistan ham bitta bor. Serimax Cell SPFlardan bor. Serumdan, Axis serumidan, Numbuzina oqartiruvchi dog'larga qarshi serumdan bor. Numbuzin essensiyasidan bor. Anvani serumidan, keyin Medipilni serumidan bor. Budana serum mistidan bor. Sepiladigan turi. Keyin Titina serumdan oqartiruvchi, Dr. G'ni yangi oqartiruvchi booster serumdan keldi, dog'larga juda ham yaxshi. Oqartiradi. Tarkibida vitamin C, niacinamid 5% bor. Keyin alfa-arbutinlik serumdan yana keldi. Dermasherni vitamin C serumdan ham bor. Keyin Anvana pantenollik kremidan, Roundlabning pantenollik kremidan bor. Bonixelni vitamin C va retinollik kremidan ham bor. Axisni oqartiruvchi kremidan ham bor nalichida. Gold Edge Tox kremidan ajralgan Numbuzin oqartiruvchi kremidan bor. Keyin Gudalni oqartiruvchi vitamin C kremlaridan, Snow White kremlaridan bor. Keyin Anvana shu kremlar ham zo'r narxda kelgan bor nalichida. Dr. Altena Aqua kremidan va 345 kremidan nalichida bor. Keyin Poderinlik Video Cosmetics'dan ham kremlardan bor. Selmax Poridax kremidan ham bor. Axisni Axis bilan shifatirni namlantiruvchi kremlardan ham bor 2 xildan. Tonerlardan, Numbuzin toneridan. Bu toneri ko'proq namlantiradi, effekt beradi yuzga. Numbuzina porlarni qisqartiruvchi toneridan ham bor. Poderinlik bu tonerdan ham bor. Boxna lifting toneridan, niacinamidlik toneridan bor. Keyin Sunbime tonerlaridan, Medicube tonerlaridan bor. Roundlab tonerlaridan bor. Gudalni oqartiruvchi toneridan, Numbuzin toneridan, oqartiruvchi 5 toneridan, 3 toneridan bor. Bu ham essensiya namlantiruvchi toner. Numbuzina nat toneridan bor. Medipilna poderinlik toneridan, Anvana keramidlik toneridan bor.
Keyin Melasona qizlar Bojetniy tonerlaridan kelgan. 300 milligramlik bo'ladi. Bojetniyga yaxshi bo'lgan tonerlar. Narxi 100 mingmi shunaqa chiqqanda adashmasam. Keyin toner bitmadi. To'g'anda olyapman videoni. Penkasi bor. Sen penkalardan bor. Keyin qizlar Dr. Jennifer penkasi kelgan. Bu ham loylamasga o'rnini bajaradi. Ham penka o'rnini bajaradi. Yog'li yuzlaganingizda juda ham tavsiya qilaman. Silmax Cosrx'dan bor. Manu penkalardan bor. Collagen Veldeno penkasidan bor. Keyin Silmax'ning penkasidan oqartiruvchi Ziyanli penkalardan ham bor. Vitaminlik Valresept total penkalardan ham bor. Anvani penkasidan Lagom Misha keyin Misha har xil penkasidan bor xullas. Keyin losyonlarimizdan shampunlardan bor. Mana Fino shampunidan, Anvadan, Enzim pudralaridan va Nutrientdan ham bor. Anvadan, keyin Dr. Kupu Tirtirdan bor qizlar. Keyin shunaqa Skinikni pilingelaridan bor, soch bo'yoqlaridan, Anvamistidan shunaqa padlardan, Dalban 2 xildan ham bor, 50 milligramligidan, keyin 100 milligramligidan ham bor. Pudralar bor xullas bu yerda. Hamma narsani taxlab bo'lmadim. Juda ham kech bo'lib ketdi. Bitta video olay dedim YouTube'ga xullas. Zakazlaringiz bo'lsa, Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Hammasi 100% original bo'lgan. Koreya mahsulotlari Koreya o'zidan keladi. Bemalol Telegramdan zakaz bersanglar bo'ladi.